Hop, kechasi endi pardalarni yopib olib uxlaymiz. Nimani ovozi shuncha uxlab bo'lmabdi. Zorim ashta uxlasa bo'ladi. Qalaysan qishloqqa? Yaxshimisan? Isagi, uyiga ortiga qarasang, nima bo'lganini ko'rasan. Nima bo'ldi hozir? Endi 6 bo'ldi. Men bilaman. Mayli. Nima bo'lgan? Do'stlar, bizani qishlog'iga birinchi marta bunaqa silindr kelib qoldi. Yana bu olmosdan. Nima? Bo'riboy, sen bu yerda nima qilyapsan? Men shu tuzoqqa ya'ni shu silindrni senga qo'ydim. Agar sen yutsang, men senga bitta sandiq ya'ni emellar, sani tilingda ya'ni zumrad beraman. Tezroq ochishni boshla. Bo'ldi, gapim tugadi. Tezroq gapni sotguncha. Hop, bo'pti. Mayli, baqirishing shart emas. Hop, bu yerda nima bor? Mayli. Hop, mayli. Checkpoint bir nima. Mayli, sekingina. Hop, yo'qqa. Sindirib qo'y. Manimcha sindirish mumkin emas. Mayli, tinchgina qo'yib qo'yamiz. Yaxshi, endi mana yerda hammasini qazib olsak, yaxshi. Manimcha tushundim. Taxtani olishim kerak. Taxtadan tugmacha yasashim kerak. Tugmachadan keyin buni hozir bu yoqqa qo'yaman va menga magnit kabi tortishib oladi. Buni tagiga mayli, buni sindirish mumkindir. Yo'q qo'yamiz, bo'ldi. Hop. Endi mana bitta sindirib, yana bitta shunaqa qilamiz. Va bunda ikkita tugma yasaymiz. Menimcha bu yerda ikkita shunaqa dispenser bor. Meni qanaqa bo'laman? Bo'ldi. Ko'rasizlarmi? IQ cheksiz hozir endi bu uchib ketgandan keyin sandiq qo'yaman. Ko'rasizlarmi? IQ cheksiz plus bo'lib yotibdi-da. Hop, tugmacha yasaymiz va tugmachadan oyoqcha yasaymiz. Hazil albatta. Tugmacha va bosamiz bipliq. Yaxshi. Endi bu yerdan do'stlar, agar sizlar keyingi qismini, ya'ni shu bo'rivoyni qiynashimni xohlasanglar, keyingi qismga albatta 30 ta like yig'ishinglarni so'rab qolaman. Ya'ni shu video tagiga 30 ta like bo'lishini so'rab qolaman. Lekin gap sotguncha o'tsam bo'lardi. Ko'rdinglarmi qancha qoldi? Mayli, stekka olamiz. Hop, bu bo'rivoylar odam bo'lmaydi. Mayli. Shunaqa narsalar quraveradi, tavba qildim. Bo'rivoy bilan video olishimni xohlasanglar, tezroq 100 ta 120 ta obunachini to'plab olsanglar, Bo'rivoy albatta yozpaslar. Ya'ni mayda albatta men bilan o'ynaydi. Ya'ni o'ynaydi. Sizlar bilan Bo'rivoy o'ynaydi. Ya'ni Bo'rivoy ko'rsanglar ishqi bilasizlar-da. Makillab qoldim. Tinchgina parkur o'tay. Yaxshi, o'tib oldik, yaxshi. Endi bu yoqqa ham boramiz. Bu yoqqa bo'ldi. Birinchi bosqichdan o'tding. Hali qiyinlari bor. Sen meni qanaqa parkurchiligimni bilmaysan-da. Hop. Mayli. Hoppa, nimasi bu? Mayli, qo'shib olamiz. Kuch-quvvat bo'ladi. Asablarim buzilib ketdi. 1 2 3 4 5 6 ko'rdinglarmi? Bittada 3 tadan o'tib ketdim. 1 2 yaxshi. Endi bu yoqqa. Ko'rasan, parkurchiman o'zi. Hop, mayli. Ko'rasanlarmi, o'zi parkurchiman-da, mana. Tushib ketdim. Hoppa, asablarim buzilib ketdi. Mayli, 1 2 3 4 5 6 7 asab. Mayli. Chuqur nafas olamiz va sekin o'tib boramiz. Mashqdan hop. Va mayli, chuqur nafas olamiz. Meditatsiya. Yaxshi. Davay. Yana bitta yaxshi. Bu yoqdan o'tib teshik bor ekan. Lolacha, gulchani qaranglar. Hop, bu yerda mashqgacha sirman chiqib olsak bo'ldi. Hali ham mana shu tablичка, ya'ni yozuv taxtasi. Yaxshi.
yana bitta qoldi. Yaxshi va bu yoqqa. Obbo, mayli, yana bir martami. Bo'pti, bitta qilamiz-da, mayli. Yana bitta. Davay, yaxshi. Menimcha bunga boramiz va bunga va final. La. Mayli, bu yoqqa asta-sekinlik bilan va maytga sakraylar. Yop, ana, bo'ldi. Endi water drop. Qayerda water drop bor? Даже suvli paqir ham yo'q-ku. Bilmasam, mayli. Tez borib olamiz. To'xtaylik, go'sht olishimiz kerak birinchi. Go'sht yeyman deb tushib ketdim. Mayli. Bu yerdan o'tishga qiyin emas. Undan osonroq. Bu yoqqa borish shart emas. Bu yoqqa bu yerda water drop bor. Endi ehtiyot borib. Kim qurdi buni? Voy, san. Bo'rivoy, sen mana yomon asabimni buzding. Bo'rivoy bo'lmay ket. Do'stlar, shu bo'rivoyga qiynashimni xohlasanglar, shu videodan keyin 120 ta obunachi bo'lsa, bo'rivoyimman. Shunaqangi burnini yerga ishqalab qiynayman. Ko'rasizlar. Bu yoqqa bosa olamiz. Yana 1, 2, 3, 4, 5 yaxshi. 6, endi bu yoqqa 7, endi to'g'ri. Mana. Buni ham kallasi ishlaydi, bo'rivoy bo'lmasa. Ana, lekin mani boshim bundan ham zo'r ishlaydi. Bu yerda ham meni yiqilishimni xohlavdi shekilli. Lekin men unaqa emasman. Yaxshi. Bu o'zinglar tushundinglar nimaga o'xshayotganligini. Mayli. Ikkita tanloving bor. Yo sandiqdagi narsani olib qurasan, yoki water drop qilasan. Tanla. Qani? Bo'ldi. Tanlash ham shart emas. Biz boramiz da water drop qilamiz. Hozir buni birinchi qo'lga olib. O'sha kecha water drop qila olarmikin mana. Qila olsimda. Mayli, 3 ta urinish bor. Agar 3 tasida ham qila olsam, mayli. Hali 3-chi, 4-chi urinishlar bor. Agar 3-chi, 4-chi urinishlarda ham qila olsam, sizlar menga 20 ta obunachini yig'ib berasizlar. Qani, menimcha. Qani bittada o'xshadi. Yes. Yaxshi. Hop. Mana o'tib oldim. Hop. Endi nima deb yozilgan? Obuna bo'lmagan o'sha. Shu bo'rivoy birinchi marta to'g'ri gapirganim shu bo'ldi shekilli. Do'stlar, kanalimga rostdan ham obuna bo'linglar. Tezroq men yoz oxirigacha, ya'ni yozgacha 120 ta obunachini urishim kerak. Nega aynan 120 ta bo'lishini bilasizlarmi? 120 ta obunachi bo'lgandan keyin sizlarga shu gap aytamiz. Ya'ni bitta zo'r yangilik bor. Bo'rivoy men o'tdim. Endi menga sana sovrinni bilasiz. Meni faqat 120 ta obunachidan